Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi mavzu juda muhim. Nogironlik pensiyasi avgust oyida oshdi. Lekin ko'pchilik odamlar menga qancha qo'shildi? Nega qo'shilganidan kam chiqdi? Bank kartamga tushgan pul to'g'rimi yoki xato bormi? degan savollar bilan qiynalyapti. Men bugun shu masalani oddiy, tushunarli va aniq hisob-kitob bilan tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat nogironlik pensiyasi oladiganlar, balki ularning farzandlari, ota-onalari, vasiylari va yaqinlari uchun ham juda zarur. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirida pensiyangiz to'g'ri hisoblanganini tekshirish uchun nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish ko'p oilalarga real yordam beradi. Avvalo, nogironlik pensiyasi deganda nimani tushunamiz? Shuni aniqlab olaylik. Nogironlik pensiyasi mehnat qobiliyati cheklangan, nogironlik guruhi belgilangan fuqarolarga tayinlanadigan pensiya turidir. Odatda bu pensiya I guruh va ayrim holatlarda o'tchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar ularning mehnat staji, oldingi ish haqi. Pensiya tayinlangan sana va amaldagi qonunchilikdagi me'yorlar asosida hisoblanadi. Oldin qanday edi? Avgustgacha odam o'z pensiyasini belgilangan eski miqdorda olib kelgan. Masalan, kimdir 727 ming so'm olgan, kimdir 920 ming so'm olgan, kimdir 1 million 300 ming so'm olgan. Bu miqdor har bir odamda bir xil bo'lmaydi. Chunki pensiya hisobida bir nechta omillar bor. Nogironlik guruhi ish staji, ish haqi bazasi, pensiya tayinlangan yili, ustamalar, nafaqa yoki kompensatsiya turlari, parvarish puli bor yo'qligi. Endi nima o'zgardi? Avgust oyidan pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlar oshirilgani sababli nogironlik pensiyasi oluvchilarning oylik to'lovi ham qayta hisoblanadi. Eng ko'p chalkashlik aynan shu yerda boshlanadi. Odamlar pensiya oshdi degan gapni eshitadi va hamma bir xil pul qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida esa ko'pincha pensiya foiz asosida oshiriladi. Demak, kimning eski pensiyasi kattaroq bo'lsa, unga qo'shiladigan summa ham kattaroq bo'ladi. Kimning pensiyasi eng kam miqdorga yaqin bo'lsa, uning o'sishi ham nisbatan kamroq ko'rinishi mumkin. Lekin qonundagi minimal kafolatlar sababli ayrimlarga alohida qayta hisoblash ham ta'sir qilishi mumkin. Men buni juda sodda qilib tushuntiraman. Pensiya o'sishi do'kondagi bir xil sovg'a pul emas. Bu sizning avvalgi pensiyangizga nisbatan hisoblanadigan qo'shimcha. Masalan, oshirish 15% bo'lsa, chekkin sudi 1000 so'm olgan odamga 20 ming so'm, 1 million 200 ming so'm olgan odamga esa 1 ming so'm qo'shiladi. Shu sababli nega unga 1 ming qo'shildi, menga 120 ming qo'shildi degan savolning javobi ko'pincha eski pensiya miqdorining farqida bo'ladi. Endi eng muhim joyiga o'tamiz. Avgustda qancha qo'shilganini qanday hisoblaymiz? Men buni oddiy formula bilan aytaman. Eski pensiya miqdorini olasiz, oshirish foiziga ko'paytirasiz va 100 ga bo'lasiz. Natijada qo'shilgan summa chiqadi. Keyin eski pensiyaga shu qo'shimchani qo'shasiz. Shunda yangi pensiya miqdori aniqlanadi. Masalan, fuqaro avgustgacha 900 ming so'm nogironlik pensiyasi olib kelgan bo'lsin. Agar oshirish 15% bo'lsa, hisob bunday bo'ladi. 900 ming so'mning 15% 1035 ming so'm. Demak, yangi pensiya 1 million 35 ming so'm atrofida bo'ladi. Bu yerda bank komissiyasi, qarzdorlik, aliment, ijro hujjati yoki oldindan berilgan to'lov bo'lmasa, odam taxminan shu miqdorni ko'rishi kerak. Ikkinchi misol. O'quv guruh nogironligi bo'lgan fuqaro 1 million 1 ming so'm pensiya olayotgan edi. 25% oshirishda 1 million 1 ming so'mning 25% 165 ming so'm bo'ladi. Yangi pensiya 1 million 265 ming so'mga chiqadi. Endi bu odam bank kartasiga 1 million 265 ming so'm emas. Masalan, 1 million 230 ming so'm tushganini ko'rsa, darrov vahima qilmasligi kerak. Avval qarzdorlik bormi? Kredit bo'yicha avtomatik yechim bormi? Ijro byrosidan ushlab qolish bormi? Avvalgi oyda o'rtacha to'lov bo'lganmi? Shularni tekshirtirish kerak. Uchinchi misol. Guruh nogironligi bo'lgan, parvarishga muhtoj fuqaro asosiy pensiya bilan birga qo'shimcha to'lov ham olishi mumkin. Masalan, asosiy pensiya 1 million 400 ming so'm, ustama yoki kompensatsiya 200 ming so'm bo'lsa, oshirish har doim ham barcha qo'shimchalarga bir xil qo'llanmasligi mumkin. Ba'zi to'lovlar pensiya tarkibiga kiradi, ba'zilari alohida ijtimoiy to'lov sifatida yuritiladi. Shuning uchun odam men jami 1 million 600 ming olardim, 25% oshsa 240 ming qo'shilish kerak edi deb o'ylashi mumkin. Lekin amalda oshirish faqat pensiyaning
bazaviy qismiga qo'llangan bo'lsa, qo'shimcha boshqacha chiqadi. Ana shu joy juda nozik. Men doim tavsiya qilaman. Pensiyangizni jami tushgan pul bo'yicha emas, asosiy pensiya, ustama, kompensatsiya, ushlab qolish bo'yicha alohida tekshiring. 4-misol. Fuqaro nogironlik pensiyasini yangi tayinlatgan, masalan, iyul oyida hujjat topshirgan va avgustda 1-marta pul olgan. Bunday holatda unga 2 xil to'lov aralash tushishi mumkin. Birinchisi o'tgan davr uchun hisoblangan pul. Ikkinchisi yangi oshirilgan miqdor bo'yicha joriy oy to'lovi. Shunda bank kartasiga odatdagidan ko'proq yoki kamroq tushgandek tuyuladi. Aslida bu bir martalik qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. Shuning uchun yangi pensiya tayinlanganlar birinchi to'lovni ko'rganda uni oddiy oylik pensiya deb qabul qilmasin. Pensiya jamg'armasi bo'limidan hisob varaq yoki izohli ma'lumot so'rasa, qaysi oy uchun qancha yozilgani ko'rinadi. Kimlar albatta e'tibor berish kerak? Birinchidan, avgust oyida pensiyasi kutilganidan kam tushganlar. Ikkinchidan, nogironlik guruhi yaqinda o'zgarganlar. Masalan, o'ti guruhdan igili guruhga, guruhdan guruhga o'tganlar yoki aksincha. Uchinchidan, pensiyani ishonchnoma orqali oladiganlar. To'rtinchidan, nogironligi bo'lgan bola uchun nafaqa oladigan ota-onalar yoki vasiylar. Beshinchidan, bank kreditlari, aliment yoki ijro qarzdorligi bo'lganlar. Chunki bunday holatlarda pensiya oshgan bo'lsa ham qo'lga tegadigan summa kamroq ko'rinishi mumkin. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz avgustda avvalgidan ko'proq tushgan bo'lsa, hisob taxminan foizga yaqin chiqsa va boshqa ushlab qolishlar bo'lmasa, bu odatda qayta hisob-kitob to'g'ri amalga oshganini bildiradi. Masalan, 20 million so'm olgan odam avgustda 20 million ming so'm atrofida olsa, bu 25% oshirishga mos keladi. Biroq men baribir bir marta hisobni tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki keyingi oylar uchun sizda aniq tushuncha bo'ladi. Endi eng ko'p odam adashadigan nozik masalalarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala, oshirilgan pensiya qaysi kundan hisoblanadi? Agar oshirish avgust oyidan kuchga kirgan bo'lsa, odatda avgust to'lovi yangi miqdorda beriladi. Lekin texnik qayta hisoblash bankka o'tkazish sanasi. Hududiy bo'limlar jadvali sababli ayrimlarda pul bir necha kun farq bilan tushishi mumkin. Bu menga oshmadi degani emas. Ba'zan asosiy summa oldin, farq puli keyin tushishi ham mumkin. Shuning uchun bitta SMS ga qarab yakuniy xulosa chiqarish to'g'ri emas. Ikkinchi nozik masala, pensiya va nafaqa bir xil narsa emas. Nogironlik pensiyasi odatda mehnat staji va pensiya huquqi asosida tayinlanadi. Nogironlik nafaqasi esa pensiya olish uchun yetarli staj bo'lmagan yoki boshqa mezonlarga tushadigan fuqarolarga tayinlanishi mumkin. Ikkalasi ham ijtimoiy to'lov, lekin hisoblash tartibi bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun siz qo'shningiz bilan o'zingizni solishtirayotgan bo'lsangiz, avval u pensiya olyaptimi yoki nafaqa olyaptimi? Shuni aniqlang. Bir xil guruh nogironligi bo'lishi albatta bir xil pul oladi degani emas. Uchinchi nozik masala, nogironlik guruhi muddati. Ayrim fuqarolarda nogironlik muddatsiz belgilanadi, ayrimlarda esa ma'lum muddatga. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati tugagan bo'lsa va fuqaro qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Bunday odam avgustda pensiya oshdi, lekin menga pul tushmadi deydi. Sabesa oshirishda emas, hujjat muddati tugaganida bo'lishi mumkin. Shuning uchun nogironlik ma'lumotnomangizning amal qilish muddatini albatta tekshiring. 4-nozik masala, kartaga tushgan summa doim pensiya miqdorini to'liq ko'rsatmaydi. Masalan, odamning ijro qarzdorligi bo'lsa, ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Ba'zan bank kredit bo'yicha avtomatik yechib oladi. Ba'zan odam kommunal to'lov yoki boshqa xizmatlarga avto to'lov ulab qo'ygan bo'ladi. Natijada SMS da ko'ringan qoldiq kamayadi. Men bunday holatda bank ilovasidan kirim va chiqim tarixini alohida ko'rishni maslahat beraman. Pensiya jamg'armasi qancha o'tkazgan, bank yoki boshqa tashkilot qancha yechgan, shuni ajratib olish kerak. 5-nozik masala. Pensiya hisobida yaxlitlash bo'lishi mumkin. Masalan, hisob bo'yicha qo'shimcha 137.207 so'm chiqsa, amaliy to'lovda bu raqam belgilangan tartibda yaxlitlanishi mumkin. Shuning uchun 2000 so'mlik farqni darrov katta xato deb qabul qilmaslik kerak. Lekin farq 2000, 100 ming yoki undan ko'p bo'lsa, albatta tekshirish kerak. 6-nozik masala, parvarish puli va ustamalar. Verilmagan guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, bolalikdan nogironligi bo'lganlar yoki doimiy parvarishga muhtoj shaxslar bo'yicha ayrim qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Bu to'lovlar qonunchilikdagi alohida mezonlarga bog'liq.
Ayrim oilalarda farzand nogironligi uchun nafaqa, ota yoki ona esa aloyida pensiya oladi. Uyga jami kirayotgan pul ko'paygani bilan har bir to'lovning oshish tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Shu sababli oilaviy daromadni tekshirayotganda har bir to'lovni alohida yozib chiqing. 7-nozik masala. Ish bilan band bo'lgan nogironligi bor fuqarolar. Ba'zi odamlar nogironlik pensiyasi oladi va shu bilan birga ishlaydi. Bunday holatda pensiya to'lovi bo'yicha ayrim tartiblar, soliq, ish haqi, ijtimoiy to'lovlar va keyingi qayta hisob-kitob masalalari paydo bo'lishi mumkin. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz tomonidan ma'lumotlar to'g'ri topshirilayotganini ham tekshirish foydali. Chunki pensiya tizimidagi ma'lumotlar ko'p hollarda rasmiy ish haqi va staj bilan bog'liq bo'ladi. 8-nozik masala hududlar bo'yicha to'lov sanalari. Ba'zi viloyatlarda pensiya oyning boshida, ba'zilarida o'rtasida, ba'zi joylarda esa grafik asosida beriladi. Bir odam 5 avgustda olsa, boshqasi 25 avgustda olishi mumkin. Bu farq pensiya oshmadi degani emas. Muhimi sizning oylik to'lovingiz qayta hisoblanganmi yoki yo'qmi? Shuni aniqlash uchun bank SMS'idan ko'ra pensiya jamg'armasidagi shaxsiy ma'lumot aniqroq bo'ladi. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, iyul oyida qancha pensiya olganingizni aniqlang. Buni bank SMS'idan, bank ilovasidan yoki pensiya to'lov daftarchasi bo'lsa, o'sha yerdan ko'rasiz. Aynan iyuldagi sof tushgan summani emas, imkon bo'lsa pensiya jamg'armasi o'tkazgan asosiy summani toping. Ikkinchi qadam, avgustda qancha tushganini yozib oling. Agar bir oy ichida 2 marta pul tushgan bo'lsa, ikkalasini qo'shib ko'ring, lekin qaysi biri asosiy pensiya, qaysi biri farq puli ekanini aniqlashga harakat qiling. Ba'zida oshirish farqi alohida to'lov bo'lib tushishi mumkin. Uchinchi qadam, oddiy hisob qiling. Eski pensiyangizni oshirish foiziga ko'paytiring. Masalan, eski pensiya 1.200.000 so'm bo'lsa, 25% oshirishda qo'shimcha ibdaqatan 1000 so'm bo'ladi. Yangi miqdor 1.300.000 so'm bo'lishi kerak. Agar sizga 1.300.000 so'mga yaqin tushgan bo'lsa, hisob mos. Agar ancha kam tushgan bo'lsa, keyingi qadamga o'ting. 4-qadam, bankdan kirim-chiqim tarixini oling. Bank ilovasida ko'ring yoki bank filialiga boring. Pensiya jamg'armasidan qancha kirim bo'lgan, keyin qayerga yechim qilingan deb so'rang. Ko'p hollarda muammo pensiya kam hisoblanganda emas, bank yoki qarzdorlik bo'yicha avtomatik ushlab qolishda bo'ladi. 5-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank kartasi ma'lumotlari, oxirgi to'lovlar bo'yicha SMS yoki bank ko'chirmasini olib boring. Agar pensiyani siz emas, vakilingiz olayotgan bo'lsa, ishonchnoma ham kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam, murojaatni og'zaki aytib chiqib ketmang. Yozma ariza ham qoldiring. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin: mening nogironlik pensiyam avgust oyidan qayta hisoblangan yoki hisoblanmaganini tekshirib berishingizni, asosiy pensiya ustamalar, ushlab qolishlar va to'langan summa bo'yicha yozma izoh berishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni, manzilingizni va bank kartangizga bog'liq bo'lgan to'lov sanalarini ko'rsating. 7-qadam, agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa, birinchi navbatda tibbiy ijtimoiy ekspertiza masalasini hal qiling. Pensiya bo'limiga borishdan oldin yoki keyin tibbiy hujjatlaringizni tayyorlang. Shifokor xulosalari, kasallik tarixi, ambulator karta, davolanish bo'yicha ma'lumotlar, chunki nogironlik maqomi tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya bo'yicha qayta hisob-kitob ham to'liq yurmasligi mumkin. 8-qadam, agar sizga hammasi to'g'ri deyishsa, lekin siz hisobda katta farq ko'rayotgan bo'lsangiz, batafsil hisob-kitob varaqasini so'rang. Unda eski miqdor, yangi miqdor, ustamalar, ushlab qolishlar qaysi kundan hisoblangani ko'rinishi kerak. Shunchaki to'g'ri degan javob yetarli emas. Fuqaro o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishga haqli. 9-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensiya oluvchilar, ayniqsa yosh katta yoki sog'lig'i og'ir insonlar bank ilovasiga kira olmaydi. SMS'larni tushunmaydi, ariza yozishda qiynaladi. Agar oilangizda nogironlik pensiyasi oladigan odam bo'lsa, uning kartasiga tushgan pulni birga tekshiring. Lekin juda muhim, kartani o'zingizda olib qolmang, PIN kodni so'ramang, pulni ruxsatsiz ishlatmang. Yordam shaffof va hurmat bilan bo'lishi kerak. 10-qadam, mish-mishlarga ishonmang. Hammaga 300.000 qo'shilibdi. Faqat guruhga oshibdi. Kim borsa qo'shimcha pul undirib oladi degan gaplar ko'p tarqaladi. Pensiya masalasida eng ishonchli manba rasmiy hujjat.
pensiya jamg'armasi ma'lumoti va sizning shaxsiy hisob-kitobingizdir. Har bir odamning pensiya ishi alohida bo'ladi. Endi vaziyatlar yanada tushunarli bo'lishi uchun bir nechta hayotiy holatni ko'rib chiqaman. Birinchi holat I guruh nogironligi bo'lgan aka iyulgacha 980 ming so'm pensiya olib kelgan. Avgustda unga 1 million 127 ming so'm tushdi. U menga atiga 127 ming qo'shilibdi deydi. Hisoblaymiz. 980 ming so'mning 25% 127 ming so'm. Demak, bu yerda hisob mos. U xavotir olmasa bo'ladi. Ikkinchi holat. I guruh nogironligi bo'lgan opa jami 1 million 70 ming so'm atrofida to'lov olgan. Avgustda 1 million 250 ming so'm tushgan. Oila 25% bo'lsa 255 ming qo'shilishi kerak edi. Nega 5 ming qo'shildi deb so'raydi. Tekshiruvda ma'lum bo'lishi mumkin. Jami summaning ichida alohida kompensatsiya bo'lgan. Oshirish esa faqat asosiy pensiya qismiga qo'llangan. Shuning uchun qo'shimcha kutilgandan kam ko'ringan. Bunday holatda batafsil hisob varaqasi kerak. Uchinchi holat. Nogironligi bo'lgan bola uchun nafaqa oladigan ona avgustda pul kech tushganini aytadi. Bu yerda ikki narsani tekshirish kerak. Bolaning hujjat muddati tugamaganmi? Bank kartasi faolmi? To'lov grafigi o'zgarmaganmi? Agar hammasi joyida bo'lsa, kechikish texnik bo'lishi mumkin. Lekin 5 kun o'tsa va pul tushmasa, kutib o'tirmasdan tuman bo'limiga murojaat qilish kerak. 4-holat. Fuqaroning pensiyasi oshgan, lekin kartasida avvalgidan ham kam pul qolgan. U pensiya kamaydi deb o'ylaydi. Bank ko'chirmasida esa kredit to'lovi avtomatik yechilgani ko'rinadi. Demak, pensiya aslida oshgan. Ammo qo'lga tegadigan summa qarzdorlik sabab kamaygan. Bunday odam bank bilan alohida gaplashishi, avtomatik yechim shartlarini tekshirishi kerak. 5-holat. Odam yilda nogironlik pensiyasiga ariza topshirgan. Avgustda birinchi pul tushgan. U boshqalarnikiga solishtirib, menga ko'p tushdi. Keyingi oy ham shunday bo'ladimi deydi. Bu yerda ehtimol unga o'tgan davr uchun ham hisoblangan pul qo'shib berilgan. Keyingi oy odatdagi oylik miqdor tushishi mumkin. Shuning uchun birinchi to'lov doim ham doimiy oylik mezon emas. Men bularni nima uchun batafsil aytyapman? Chunki pensiya masalasida odamlar ko'pincha bir-birining summasini eshitib xulosa qiladi. Aslida esa eng to'g'ri yo'l o'z eski pensiyangizni bilish, oshirish foizini qo'llash, yangi summani hisoblash. Keyin real tushgan pul bilan solishtirish. Demak, aziz yurtdoshlar, avgust oyida nogironlik pensiyasi oshgan bo'lsa, siz eng avvalo eski pensiyangizni asos qilib hisob qilishingiz kerak. Hammaga bir xil summa qo'shilmaydi. Qo'shimcha miqdor ko'pincha avvalgi pensiya, nogironlik guruhi, ustamalar, nafaqa turi, qarzdorlik va hujjatlar holatiga bog'liq bo'ladi. Agar hisob taxmini mos chiqsa, demak hammasi joyida. Agar katta farq bo'lsa, bank ko'chirmasini oling, pensiya jamg'armasiga yozib murojaat qiling va batafsil hisob-kitobni talab qiling. Eng muhim maslahat, pensiyangizni faqat SMSdagi qoldiq bo'yicha baholamang. Asosiy kirim, ustama, ushlab qolish va qarzdorlikni alohida tekshiring. Shunda siz menga kam berishdi yoki to'g'ri hisoblandi degan savolga aniq javob topasiz. Sizda avgust oyida nogironlik pensiyasi qancha oshdi? Eski miqdor qancha edi? Yangi miqdor qancha bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham solishtirib ko'radi va foydali xulosa qiladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga ulashing. Chunki pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha aniq ma'lumot har bir oilaga kerak.